bo'ldi. Fair play'ni olib oling. Abdulaziz Alfavas. Hali alohida nimalar bor? Mukofotlar bor, topshiriladigan. Ha, fair play'dan tashqari eng yaxshi futbolchi, eng yaxshi to'purar va eng yaxshi darvozabon. Lekin o'sha sovrinlar O'zbekistonga ketishi kerak, nazarim. Mana Saudiya yo'q. Ne'matulloh. Bu yigit komissar o'zini boslayapti. Ne'matulloh Rustamjon. Bu ancha qutqardi bizni. Oxirgi epizodda to'pni shoyimdan keyin. Qoshni qoqqanini ayt. Dahshatli. Ketdi. Ne'matulloh. Ajoyib. Rahmat. Uni tarbiya qilganlarga, oilasi, ota-onasi, murabbiylari, barchaga rahmat. Hamma futbolchilarimizning ota-onasiga rahmat va dastlabki saboqlarni bergan murabbiylardan tortib shu darajaga yetkazganlarga. Eng yaxshi darvozabon Ne'matulloh Rustamjonov. 100% munosib. Bugungi sevlari bilan. Ko'rishmadi.